hörmətli anlıqçılar, yazğıcı Habibulla Ablametning mərhum liderimiz Məsud Sabiri Bayquzining ömür musafisiga bag'ishlab yozgan Məsud Apandi nomli tarixiy romanni anglitishni boshlaymiz. Ovozda Hurqiz Baytash. Uning öy saramjonlarimi G'o'ljidagi boshqalarning öy jabduqlariga qaraganda alohida edi. Mayli mehmonxonasiga selingan gilam bo'lsin, mayli o'tirg'i qo'ygan ustal o'rindiqlar bo'lsin, mayli tamlag'i esilgan rus rassomlar sizgan may bo'yoq rasmlar bo'lsin, mayli cho'ng mehmonxonni höppida isitib turgan qapqoqlarining girbaklariga naqqoshlar o'yilgan mash bo'lsin va yoki mehmonxonning turusida ba'ayni Venetsiya aynaklaridek rango-rang chaqnab turgan chiroq bo'lsin va derazalarga tortilgan qo'sh pardalar bo'lsin, hamma narsalar xili bilan, parasi bilan joy-joyiga ratlik saramjonlashtirilgan edi. Dal mushu vajidan uyning ichi shuncha yasidoq, shuncha ozodi ko'rinatdi. Hamda tog' va bog'da yangi o'sib chiqqan har xil gul chechaklarning yog'lari bilan abjash qilib yasab chiqqan attirlar javhirini sepivatgandek xushpuroqlik edi. Hatto ustalga yepilgan reshilliyalik oppoq dasturxonning ustiga tizilgan meva-chevalarmi xuddi usti bir rassomning may bo'yoq bilan sizgan rasmidek parqirab turadi. Ushbu nazu ne'matlarga bir ko'z tashlagan kishining ishtihosini emas, balki yana estetik zo'qini qo'zg'amay qolmaydi. Doxopkada yengilib pishirilgan bolkining dimoqqa urilayotgan mazlik purqini demayli qo'yayli. Ular qanit gizaklar va murabbolar bilan sinchoy ichishib, issiq taomlarga yoritib turib, eg'iz tegib, qo'rsoqlarini obdan astarlagandan keyin mushu ne'matlarni ato qilgan ulug' Allohga shukr va hamdu sanolar o'qib, Fotiha duosi ado qilishdi. Ening yanqi qapqoqliq derazaning udulidagi tomga yo'lab qo'yilgan karshinovoy xurum divan kresloga kelib o'ltirishdi. Shu orliqda Abdurahmon shohidi bilan Məsud Apandi peshayvonga chiqib, birat oldin tamaki chekib kirganmi bo'ldi. Amdi bugungi mehmondorchilikning asli vaji bo'lgan vatanning va G'arbiy Turkistonning siyosiy vaziyati haqida parang boshlangan edi. Mehmonlarning hammasi Iso Bagdan yangi paranglarni anglash uchun uningga qarab o'tirishadi. Bu so'rindagi hamma kishi bo'lsa, Iso Bagning nazarida millatchi, vatanparvar kishilar hisoblanadi. Shuning bilan birga bular bu yo'lda o'ziga tushliq badallarni o'tagan va o'tayotgan kishilar edi. Dal mushu sababdan Iso Bagmo ko'nglidagi paranglarini ayimay hammasini o'tirg'i to'kmoqchi bo'ldi. Yana kelib o'zi parangxumar odam bo'lg'achqa va navbatdagi vaziyat to'g'risida boshqa qarindoshlarining qanday fikrlarining borligiga va pozitsiyasiga qiziqqachqa ozoda o'ltirib, qizg'in, samimiy hamsuhbatda bo'lishni ixtiyor qildi. U o'zining qovul gavdisini o'ltirgan kresloning orqasiga tashlab, daraxt bo'yi o'rilgan qish quyoshining deraza pardalari oralaridan sizilib tushayotgan nurlarga pardozlab qo'ygandek oq yuzini tutib turib, tamkin tabiatini saqlagan holda so'z oldi. Biz bu yil sentabr oylarida Toshkentdan Urumchiga qarab yo'lga chiqib, yo'l ustida cho'chakda 2 haftadak turib qoldik. Halbuki cho'chakdan Urumchiga boradigan yo'l bakmi nachar bo'lganligi uchun ot harvisi bilan 18 kun minishga to'g'ri keldi ekan. Shu vajidan ot uloq tayyorlashga to'g'ri keldi. Bu jarayonda Chindalining xonimi Tarbag'atay viloyatining valisi va askariy qo'mondoni Li Xayrunning xonimidan bir xabarni anglab, menga yetkazgan bo'ldi. Xonimning deyishicha, Qumul tog'larida qo'zg'alon bo'pti. Qo'zg'alonchilar kundan kunga ko'payib, kuchayib, nurg'un chiriklarni o'ldirib, Urumchidagi hukumatni sarsimiga sapdi. Garchi Urumchidan askar yo'llagan bo'lsa-mu, tog'liq rayonlardagi janglarda qo'zg'alonchi fidoilardan yengilib, jonlaridan, kuchlaridan va qurollaridan ayrilib qopti.
Mubada qo'zg'alongni chaqmoq tezligida bostirib bir taraf qilmasa, butun Sharqiy Turkiston miqyosiga kengayib ketishi ehtimoldan yiroq emas ekan. Mushu sababdan ansizchilikka, dahshat sarosimga tushgan Jinshorin nima qilarini bilolmay toza beshi qetibdi. Dal mush chog'da Sovet ittifoqining Semipalatinsk, ya'ni Shamaydagi konsulning elchisi Moviton bir apchil chora tepibdi. Aslida Movitonning qizi Jinshorinning o'g'lining rafiqasi ekan. Ya'ni Jinshorin bilan Moviton quda ekan. Moviton G'arbiy Turkistonga berib, konsulda elchilik vazifasini ortqirulayotganda Ruslar bilan nihoyat yaqin munosabat o'rnatgan ekan. O'zimi Ruslarning qattiq ta'siriga uchirgan zot ekan. Shu vajidan o'zining munosabatini pash qilib turib, Jinshorinni bu kirgizishdan qutuldirmoqchi bo'lib, mundaq debdi. Madamiki Chantularning qo'zg'alongni bostirishiga kuchingiz yetmaydi. Undaqda Ruslardan yordam so'rang. Ulardan qurol va aeroplan setib olayli. Qo'zg'alongni bostirish uchun hatto askariy yordam so'rayli va qirollik qo'mondonlarni taklif qilib ishlatayli. Qudisining qilgan maslahatini anglagan Jinshorin o'zi zolim ham noyitim ehtiyotchan birisi bo'lganligi uchun qo'zg'alongning kuchayib ketib, oxiri taxtiroviqini tavritib qo'yishidan ansirab, o'zining va jamoatining manfaati uchun har qanday ishni qiladiganligini bildirib, mundaq javob beribdi. Undaqda Ruslarga aytqin, bizga yordam qilsin. Bizmi ularning yordamiga tushliq iltifotimizni ko'rsatamiz. Buning bilan Moviton Sovet ittifoqining munosabatlik amaldorlari bilan ko'rishib, ulardan ma'qul javobga erishibdi va Sovet ittifoqi taraf Urumchiga alohida vakil avatadiganligini bildiribdi. Bu alohida vakil bo'lsa, Sovet ittifoqining tashqi ishlar ministrligining Osiyo ishlariga mas'uli Slavotskiy ekan. Bu kishi Kavkaz yahudiysi bo'lib, farscha biladi. Menmi ko'rishgan edim. Tari noyitimi yomon bir odam. U Urumchiga havo yo'li bilan kelmoqchi bo'lganligi vajidan oldi bilan cho'chak va Urumchiga aeroport tuzilishini talab qilibdi. Ehtimol cho'chakdan 18 kunda atarvisi bilan Urumchiga berishni xohlamagan bo'lishi va yoki vaqtni isrof qilib o'tishga ko'zi qiymagan bo'lsa kerak. Yana buningdan boshqa muhim bir planlarini yo'q deganimi bo'lmaydi. Jinshorinmi bu ishlarning vajining oldi-keyinni o'ylab o'ltirmayla aydirim silishga ko'nibdi va tuvanga bu to'g'risida yo'l yo'riq beribdi. Shunday qilib, Jinshorinning buyrug'i bilan yerlik xalqlar kecha kunduz jafoliq ishlab, cho'chak va Urumchiga aydirim sapdi. Li Xayrunning rafiqasi Chindolining xonimiga navbatda yuz berayotgan ana shu ishlarni aytib bergan ekan. Li Xayrun bo'lsa Sovet ittifoqidan yordam olishga qarshi ekan. Shu chaqda Jinshorin uni Urumchiga chaqirib, Qumuldagi qo'zg'alongni bostirishga yordamda bo'lishini talab qilgan ekan. Li Xayrun bo'lsa har xil bahona sabablarni ko'rsatib, qo'l ostidagi askarlarini elib, Urumchiga boradigan ishni orqaga surayotgan ekan. Biz cho'chakdagi chog'larimizda Sovet ittifoqining Osiyo ishlariga mas'ul tashqi ishlar xodimining kelishini kutib o'tiribdi. Men mushu munosabat bilan Qumul tog'larida inqilobning portlaganligidan xabardor bo'ldim va bu xabarni Maqsud Mo'yitiga yetkazdim. Deb birdam tinib oldi. Shu chog'da Iso Begdagi tabiiy sezgurlik tom quyuq qoshlariga yig'ilib, vujudidagi aql farosat ko'ziga mujassamlangandek qishini yimirib, ko'zlarini chaqnatib, bir qarash bilan har qanday odamni o'zining og'ziga qaritib olishga qodir tabiiy bir qudrat uning 30 yoshga kelgandagi to'lg'an baquvvat vujudida aks etib turadi. Uning so'ziga diqqat qilib o'ltirganlar orasidan Husayn Beg so'z elib: Maqsud Muhitni siz qandoq taniysiz? Siz cho'chakka borganda tanishganmi yoki burun tanishganmidinglar? Deb savol so'radi va savolning orqasiga ulabla: Men Toshkentdagi chog'larimda
o kishining yaxshi paranlarini ko'p anglagan edim. Maqsud Moiti 1910-yillari Rossiyaga chiqqanda Qozonga kelib, Tatarlarning madaniyatining biz Uyg'urlarning madaniyatidan xeyli oldiga ketganligini bayqagan. Bo'libmi, ularning maharib jihatdagi taraqqiyotiga hayron qolgan. Buning bilan u Tatarlardan ulgu elib, o'z elining ma'rif ishlarini rivojlantirishni diliga pukkan. Shu vajidan Tatar ziyolilari bilan uchrashib, ulardan yordam so'ragan ekan. Ularmi Maqsud Moitiga ko'nglidagi gaplarini ayamay qilib, mundoq degan ekan. Bir millatni uyg'otish va taraqqiy qildirishning yo'li oldi bilan ma'rifdan boshlandi. Shuning uchun ishni maktab ochib, xalqni oqotish harakati bilan boshlash lozim. Demisimi, inson butun mavjudotlar ichida ma'rifga eng ehtiyojli bo'lgan tek bir mavjudot. Faqat ma'rif orqali insonni intizomchan, madaniyatlik va axloqli qilib yetishtirib chiqqani bo'ladi. Hamda ma'rif orqali o'smir bolalarga erkinlikning nima ekanligini tanitqili bo'ladi. Chunki insonning asli mohiyatida erkinlikni suyishdek tabiiy bir xususiyat bo'lganligi vajidan avlodlarimizga kichikidan tartibla ma'rif tarbiyasi orqali erkinlikning ta'mini tetib qo'yishimiz zarur. Erkinlikning ta'mini bir tetigan bola vaqti kelganda shu erkinlik uchun jinini hech oyab o'ltirmay pido qiladi. Dal mushu sababdan avlodlarimizni kichigidan tortib qamcha, chiviq, tayoq va qo'chatlar bilan daq yada o'ltig'izib turib tarbiyalamay, balki erkin ozoda kun nuri tushib turadigan sinflardagi partiyalarda o'ltig'izib turib, ularga mehr muhabbatimizni berib turib, sevgi bilan erkin va intizomchan qilib tarbiyalashimiz kerak. Ularning yumron qalbi va oq qog'ozdek pok-pokiz mengisi aqldan boshqa hech qanday qarshi bir kuchning ta'siriga uchirmasligi kerak. Ha degandalar ularni qo'rqitib, do'zax, jahannamlardan so'z echib, erkin tafakkurini bo'g'digan aqlga emas, tayoqqa bo'yin egadigan qilib tarbiyalashdan qutuldirishimiz lozim. Ya'ni aniqroq qilib aytganda, inson tabiatiga mos kelmaydigan hayvon tabiatidan qutuldirishimiz kerak. Muntizim ma'rif tarbiyasi orqali bolalarni aqlga bo'yin egadigan, erkinlikni so'yadigan, intizomchan va izchillikni tashabbus qiladigan qilib tarbiyalashga ahamiyat berish kerak. Haros, kelgusidagi avlodlarning onasi bo'ladigan qizlarimizni alohida tarbiyalashga ahamiyat berishmi hammadan muhim. Egakim ko'ni qaloq ideya bo'yicha ayolning fazilati nodonligida deydigan safsatalarni yildizidan quritib tashlashimiz lozim. Mana bu ishlarni faqat yangi ma'rif tarbiyasi orqali amalga oshirgani bo'ladi. Shu vajidan Maqsud Moiti xalqimizning ma'rif ishlarining rivojlanishiga alohida ko'ngil bo'lib kelib o'tibdi. U 1913-yili Qozondan Tatar ziyolisi Haydar apandini elib Turponga kelib, tunji qatim yangi fanniy maktabni ochib, Turponda jadidchilik harakatini boshlagan zotdir. Keyin bu maktabni Mahsudiya maktabi deb atagan ekan. Buning bilan to'xtab qolmay yana xuddi biz ili tavasida yangi ma'rif harakatini keng qanot yoydirib, Jog'istoy, G'ulja, Qo'rg'os qatorliq joylarda Umid maktabi qatorliq har xil nomlarda maktablarni ochgandek, u zotmi o'zi yolg'iz, o'z xirojati bilan Turpon, Urumchi, Guchung, Cho'chak qatorliq joylarda maktab ochib, Qozondan nechilagan o'qituvchilarni taklif qilib akilib, shu maktablarda o'qituvchilikqa solgan ekan. Demakki, Iso Bagning gapining o'ramiga qaraganda, bu mashhur ma'rifatchi zot hozir cho'chakdi ekanda, deb savol nazarida Iso Bagga qaradi. Iso Bag sal chiroyiga kulki yugurtib turib, üzülüp qolgan so'zini davom qilib mundoq dedi. Darvaqa, hozir aytgan so'zlaringizdan shuni ko'rgili bo'ladiki, sizmi Maqsud Moitini obdan tushunadi ekansiz. Uning ustiga burutonlarning pasuni o'xshaydi ekan. deb paranga chaqchaq aralashtirib qo'ydi. Buning bilan so'rindagi boshqalarmi kulib ketdi. Andin Iso Bag
o'zini texmi azoti tutib turib. Zaten her ikkinlarning chiroyiga birli qaragan odam oshqin millatchi ekanliginglarni mutlaq jazmlashtiradi. Manga kelsak, men Maqsud Mo'yti bilan 2 yilning oldida Moskvada tanishgan edim. Shu yillari akam mening rafiqamni elib Toshkentga kelgan edim. Shu munosabat bilan akamni Moskvaga sayohatga elib borgan edim. Shu chaqda biz Moskvada tanishgan edik. Bu qatim cho'chakka kelsam shu yerda ekan. Cho'ng bir binoni elib remont qildirib o'tibdi. Binoning remont ishlari pissa, yerlik va Sovet ittifoqidan kelgan savdogarlarga ijaraga beradiganligining gapini qildi. Keyin men Chindolining rafiqasidan egallagan uchurlarni aytgandan keyin o'zi bir oz yetelishib qoldi va Urumchiga boradiganligini aytib, mundaq dedi. Necha vaqtdan beri ko'nglimni chulg'ib olgan ansirashlarim, o'ylarim, qo'rqinishlarim endi yuz beradigan bo'ldi. Jinshorinning Sovet ittifoqi bilan kelishim hosil qilishini o'ylaganligi meni andishiga soldi, dedi. Keyin men xo'shlashib Urumchiga qarab yo'lga chiqdim. Biz Urumchiga yetib kelgan chaqda Sovet tarafning vakillari Urumchiga kelib, Jinshorin bilan kelishim hosil qilib qaytib bo'lgan ekan. Men Urumchidamo sizlarga o'xshash oydin ziyoli va o'limalar bilan ko'rishib, ham suhbatda bo'ldim. Bu suhbatlarning ba'zisida Maqsud Mo'yitmo bor edi. U o'zining Turponga boradiganligini menga aytdi. Ammo yo'llar xatarlik edi. Butun yo'l qamal qilingan bir vaziyatda edi. U menga Turponga berib qiladigan ishining vajini aytmadi. Menmo qiladigan ishining muhim bir ish ekanligini faraz qilib, zig'irlab surishtirib o'ltirmadim. Biz har yerda bo'layli, Rabbim bizni o'z panoyida saqlasin. Qilgan ishlarimizning natijasining ko'rilishiga muyassar qilsin. Shu chaqdagi Urumchidagi patparaqchilikning vajidan qaraganda Qumul inqilobi orqa-orqadan g'alaba qilgan o'xshaydi. Hamda xalqning orasida Qumul inqilobchilari to'qigan bunda qo'shoqlari eg'izdan eg'izga ko'chib yuradi. Saylar ara chirik chiqdi, elimini dingaytib, chatlab otdiq, dushman qochdi, mo'risini qing'aytib. Chiqib kelgan chiriklar orilab otdi tang-tangni, tog'chilar yomon ekan, tortib oldi junchangni. Shuning bilan birga yana Urumchidagi har kishi Jinshorin bizning vatanimizni ruslarga setibdi deb vahim ichida qolgan edi. Ammo kelishimning mazmunining nimalardan tarkib topganligini, qandoq moddalar ustida kelishim hosil qilganligini hech kim bilmaydi. Menmo u yoq bu yoqqa qatirab, azroq bir yipuchiga erishish uchun harakat qildim. Va azroq bo'lsa-mu, ba'zi ma'lumotlarga ega bo'lgandek bo'ldim. Men cho'chakdagi chaqda Maqsud Mo'yitidan bu inqilob sizcha g'albiga erishami? Agar g'albiga erishsa, oxirgi g'albining mevasi bizga oid bo'ladimi? Agar Sovet ittifoqi bu inqilobdan foydalanib vatanimizga bostirib kirsa, qandoq ishlar yuz berar degandek savollarni so'radim. U savollarimga qisqalik qilib mundaq javob bergan edi. Alat davom etib kelayotganimizdek pichoq so'ngakka yetganda inqilob qilmoqdan boshqa bir chiqish yo'limiz yo'q. Mayli bu inqilob g'alaba qilsin yoki qilmasin, dushmanlarimizga milliy ruhimizning tahi o'lmaganligini, erkinlik va mustaqillik orzularimizning tahi yo'qolmaganligini bildirib qo'ygan bo'lamiz. Shunga qandoqli bo'lmasin, dushmanlarimizga qarshi inqilob qilish bizning muqaddas burchimiz. Darvaqa, hozir xalqimiz bu inqilobga tayyorliksiz bo'lsa-mu, natijaning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, qandoq badal to'lashdan qo'rqmay, qo'liga qurol olib qo'zg'alib chiqdi. Mana bu bizning birinchi bosqichdagi g'albimiz. Xalqimiz bu inqilob orqali o'zining dushmaniga qarshilik qilish iqtidoridan, jasoratidan va kuchidan mahrum qolmaganligini isbotladi. Garchi xalqimizning ong saviyasi tuvan bo'lsa-mu, yanala qat'iy iroda, egilmas sunmas bir qaysarlik bilan Xo'ja Niyoz hojidek jasur bir yo'lboshchining orqasidan ot silib mangdi. Xo'ja Niyoz hoji haqiqatan jasur va margan odam. Jang qilish mahoratiga ega qo'mondon. Ammo
Bu inqilobning g'alaba qilishiga va g'alaba qilgan taqdirdimi inqilob mevasining bizga oid bo'lishiga bir nima deyolmayman. Hozir qat'iy qilib yana jakarlaymanki, biz inqilob qilish orqaliqla o'zimizning mavjud ekanligini dunyoga jakarlay olamiz. İnqilob bo'lib tursala, hamon bir kuni Nusrat bizga mansub bo'ladi. Yozuvchi Habibulla Abdumovning Mas'ud Afandi nomli tarixiy romanini anglitishimiz bugun mush yergacha bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'ling.